Dap xalq arasidagi muzik usul va bayram faoliyatlarida kambals bo'lmaydigan muhim chalg'u asbob. O'zgacha sehriy kuchga ega san'at shakli bo'lib qolmay, xalqning go'zal turmushga bo'lgan intilishi va qo'g'ilishini o'ziga mujassamlagan. Dap yasash jarayoni hunarvanlarning kamolatga yetgan mahorati va ijodkorligini namoyon qiladi. Har bir dap tangdishi yo'q san'at buyumi. Yorqin muzika orqali xalqning turmush hikoyasi va madaniyatga varislik qilishini bayon qiladi. Dapning yasash jarayoni 5 bosqichni besib o'tadi. Birinchi bosqich material tanlash bo'lib, dap gavdasi doim hujma yog'ochi yoki o'rik yog'och qatorliq qattiq materiallardan yasaladi. Dap yuziga odatda kala, suv kalisi yoki bo'g'ma yilon qatorliq hayvonot terisi ishiltiladi. Ikkinchi bosqich dap gavdasini yasash. U o'z ichidan ikki turga bo'linadi. Birinchisi kesish va siliqlash. Tanlangan yog'ochni loyiha o'lcham bo'yicha kesish hamda siliqlash orqali sirtqi yuzining siliq takshi bo'linishiga kafolatlik qilinadi. İkincisi chaplash. Yuqori sifatli gilam bilan chaplanadi. Bu orqali dap gavdasining mustahkamligi va yemligiga kafolatlik qilinadi. Uchinchi bosqich teri o'rnatish. Bu bosqichda inchik sho'yna va mix qatorliq narsalardan foydalanib, teri va gavdani mahkam muqimlashtirdi. Teri tortish hunarvanning tajribasini sinaydigan muhim bir halqa hisoblanadi. To'rtinchi bosqich bezak berish. Dap gavdasining kirvaklariga halqa o'rnatish va naqsh chizish orqali dapning ko'rkamligi va badiiy qiymati oshiriladi. Eng oxirgi bosqichda sifat tekshiriladi. Barliq yasash bosqichlarini tamomlagandan keyin hunarvan ustam sifat tekshirish olib bordi. Bu bosqichda ovoz sifati, sirtqi ko'rinishi va chidamchanligining o'lchamga uyg'un bo'lishiga kafolatlik qilinadi. Davrning taraqqiyotiga ergashib, dap yasash hunarimi varislik qilish va yangilik yaratish davomida yangi hayotiy kuchini urg'utdi. Bugungi kunda dap davlat darajali g'ayrimoddiy madaniyat meroslari tizimligiga kirgizildi. Bu orqali davlat va jamiyatning ko'ngil bilishi va qo'g'dishiga erishdi. Bu daplarning bak qarasam cho'ng kichiklikmi o'xshamaydi ekan. Daplar odatda qancha turga bo'linadi? Odatda ma'vu cho'ng deymiz. 40 santlik eng cho'ng ma'vu. Yavash dap deymiz. Bundan da cho'ng yo'qmi? Yo'q, ma'na cho'ng. Ma'niki 40 sant deymiz, 35 sant deymiz, 30 sant deymiz, 25 sant deymiz, 20 sant, eng kichik 15 sant. Demak, bu 5 turgami? 6 turga bo'linadi ekan, ha? Men kalninki. Ha, kalninki. Demak, qala, suv kalisi yanimdan tersini shiltadi. Mesela şu iki xil. İki xilmi? Men bir so'z so'rab qo'ya xapamizlar. Eshakning terisidan bo'landiganda. Eshak terisi burun kiyitgan to'q, lekin biz ko'rib boqmadik qo'ya. Burun kiyitgan to'q. Burun asla kiydirib yasab ketganlar. Yasab ketgan burun, lekin burun ko'rib boqmadik. Odat berdan avval qilin chiqargan to'q eshakning. Shunga yuzi qilindi. Eshakning terisi. Ha, to'g'ri. Eshakning terisi adektirib qiyinroq chiqargan. Shunga eshakning terisi qilin ajab. Mening avval birinchi jaranglik chiqib ketdi. Mishlim chiqdi, lekin nima jihati terining o'xshamagan ekan. Ma'lum do'ng'roq chiqdi. Rahmat, biz bilan parangiz qilib chiqishganchilarga yo'l oldim.